o'simliklarimizda barglarida pigmentlar va ularning xususiyatlaridan tanishishimiz kerak. Bu amaliy mashg'ulotimizda biz sizlar bilan bargdagi o'sha nima deymiz, xlorofilni turlari, ya'ni xlorofil A, B hamda karotinoidlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun? Nima uchun biz faqatgina barglarimizda xlorofil A, B larni ko'ramiz? Sababi biz o'simlik bargimizda yuksak o'simliklarga xos bo'lgan xususiyat ularda xlorofilni A, B turidan uchrashligi. Agar S turi deydigan bo'lsak, qaysi o'simlikka uchraydi? Suvoqlarda uchraydi. Ya'ni suvoqlarda. D turi siyanobakteriyalar uchraydi. To'g'ri. Ana endi demak, hozirgi kungacha demak xlorofillarning turlari necha xil turi aniqlangan? Ya'ni 5 xil deyish. Demak 5 xil turi asosida demak hozirgi kungacha necha xil xlorofillarning formulasi aniqlangan? 4tasini aniqlangan. Hop, 4tasini aniqlangan bo'lsa, demak doskaga bizlar chiqarib yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchisi nima edi? Xlorofil A. Demak, xlorofil A deydigan bo'lsak, biz nima deymiz? Uglerod 55 ta, vodorod 70 ta, hop, magniydan keyin nima turadi? Azot, undan keyin kislorod 5 tami? Keyingisida nechta bo'ladi? 5 ta bo'ladi. 6 bo'ladimi yo 5 ta bo'ladi? Vodorod 70 ta bo'lsa, kislorod 6 bo'ladi. Tushundingizmi? Ana endi bu xlorofil A desak, xlorofil B ga o'tamiz. Xlorofil B imiz S, uglerod 55 ta, vodorod 70 ta, magniydan keyin azot 4 ta, kislorod 6 ta. Nimaga qisqardi? Ana endi bunda qaysidir gruppa qaysigadir o'tadi. Qo'shimcha qaysi gruppa qaysiga o'tdi? Xlorofil A da nima bor? Demak, metil gruppasi famil gruppasiga o'tdi. Demak, biz hozir ko'radigan jarayonimiz, demak, biz nima ko'ramiz ekan? Xlorofil A, xlorofil B ni ko'ramiz hamda karotinoidni ko'ramiz. Karotinoidni o'zi necha bo'lardi? 2 xil bo'ladi. Qanaqa? Demak, ksantrofil bilan karotin bo'ladi. Demak, biz karotin bilan ksantrofilni ko'rishimiz uchun, o'shaning uchun biz har xil o'simlik olib keldik. O'shaning uchun aytdimki, o'simlikdan biz darsimiz davomida tajriba jarayonida biz barg pigmentni ajratishimiz uchun biz agar do'q o'simligi bo'lsa, demak, nima qilamiz? Demak, barglarni maydalaymiz. Mana maydalash jarayonini ko'ryapsiz. To'g'rimi? Barglar maydalangandan keyin bizga kerak bo'ladigan jihozlarimizda yana mana probirkalar turibdi. 70% spirt turibdi. Bundan tashqari o'simliklarimizda o'sha xlorofil donachasini ajratib olish, ya'ni bargdan ajratib olish osonlashtiruvchi demak kumlarimiz turibdi. Asosiy jarayonimiz demak benzin turibdi. Sababi spirtda biz xlorofil donachasini pigmentini ajratayotgan paytimizda ajralish jarayoni sekinroq bo'ladi. Lekin biz agar benzindan foydalansak, bu jarayonni tez boshlayib ko'ramizda, buning natijasida demak nima deymiz? O'sha bargimizdagi xlorofil A, xlorofil B hamda karotinoidlarni biz ko'ramiz. Ana endi demak barglarimizni maydalagan prosessimizdan keyin uni havonchada nima qilamiz? Ezishni boshlaymiz. Ana foydalanishimiz kerak, qumdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga qilgandan keyin uni asosida keyin biz uni filtr qog'ozi yordamida nima qilamiz? Ya'ni uni probirkalarga filtrlab olamiz. So'ring. Anaqamda filtr bor edi. Xonadachi. O'tkazib shular bo'lganlar hamda ishkal bittasida ochib. Tepada filtr bor. Xo'p, sizlar ham qilsanglar ham bo'ladi shu jarayonni. Oldimizda bargimiz turibdi. Oldingizda nimalar bor? Chorasida keyin ana undan keyin muhitni maydalaymiz. Bunga gaplashamiz. Bunga nima qilamiz? Qum qo'shamiz. Qum qo'shsak bo'pti. Un chiqaradi-yu, nimaga un chiqaradi deyapmiz? Qildik biz. Bargda
bargdagi pigmentni ajratdik. Endi bargdagi pigmentni ajratgandan keyin uni biza filtrdan o'tkazishimiz kerak. Nimaga? Tarkibidagi qum bilan bargni nimalar uchun? Ajratib olish uchun. Ya'ni qoldiqlardan ajratib olish uchun. Endi uni nima qilamiz endi? Uni demak biza mana bu holatda demak solamiz. Mana bu sekin astalik bilan nima qiladi? Buni yana ezasizlar. Demak bu sekin astalik bilan hozir mana endi uzunchoq mana uni mana hozir endi sekin nima qiladi bu? Demak ajratib olish kerak. Sekin. Demak biz hozir massamiz mana ajralishni boshladi. Ya'ni eritmamiz. Endi bu eritma ajralib bo'lgandan keyin har bitta probirkaga demak probirkalarimizni nima qilamiz? Tozalik holatda bo'lgan probirkalardan foydalanamiz. Probirkadan foydalangan paytimizda nima qilamiz? Demak eritmamizni hosil bo'lgan demak eritmani hozir hosil bo'lgandan keyin bunga solamizda, keyin uni ustiga nima qo'shamiz? Benzin qo'shamiz. Benzin qo'shgan holatda keyin uni endi maxsus probkalar bo'ladi. Mana bunaqa shu narsa. To'q yashilimiz qanaqa? Xlorofil A. Demak, xlorofil A. Xlorofil A bu o'simlik uchun asosiy fotosintez jarayonini amalga oshiruvchi pigment. Xlorofil B bu nima edi? Yordamchi pigment, to'g'rimi? Yordamchi pigment bo'lgandan keyin buni rangi to'qqa nisbatan ochiqroq bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Ana endi undan keyin hosil bo'layotgan massamiz pastdagisi, ya'ni pigmentimiz bu nima ekan? Karotinoid hisoblanadi. Ana endi mazkur o'simlikda karotinoidni qaysi turi ko'proq ekan? Ksantofil. Demak, ksantofil. Ko'rdingizmi? Amalga oshiramiz. Ko'rdingizmi? Qanaqa pigment ajralishini? Xuddi o'sha holatda pigment ajralishni ko'rasiz. Pigmentni biz ajratib oldik, to'g'rimi? Endi barchadan ajralgan pigmentimizni ushlaymiz, yigitlar. Demak, nima qilamiz? Xuddi o'z miqdorida bo'ldi mana. Bir xil bo'ldimi? Mana. Ha? Endi buni nima qilamiz? Og'zini bekitib turib qo'l bilan. Demak, chayqatamiz. Chayqatingchi. Demak, Odamimiz kerakmi? hozir sekin pastdan keyin rang o'zgarishi boshlaydi. Tushundingizmi? Tepada mana yashil holatda turibdi, pastda уже rang sarg'ish rangi boshladi. Tushundingizmi? Endi biza mana bu yerda tukib bordi-yu, tukini dukda demak sariq rangda hosil bo'ladi cho'kmamiz. Ko'rdingizmi? Ko'rindimi? Ha, mana 3 xil rang. Birinchi rangini qaranglar, to'q yashil holatda ko'ryapsiz, to'g'rimi? Ikkinchisi mana B. Bu yerda уже mana bu yerda sekin turaversa bu karotinoid yana shakllanaveradi. Ha, pigmentlar ajraldi-da уже. Barq pigmentini ajratdik-ku biz. O'shaning uchun aralashmaydi. Mana anaqa ham turibdi, mana ko'ryapsizmi? Bunda endi bu behi o'simligi bor-ku. Behi o'simligining bargini olib kelgan paytda behida haqiqatdan ham ularda demak zarg'olda qizil ranglarda uchrashi, ya'ni pigmentni borligi ham. Lekin lolada sariq rangda uchraydi. Karotinoidimiz. Ko'rdingizmi? Mana shu jarayonda siz ham nima qilishingiz kerak? Buni bajarishingiz kerak bo'ladi. Buni hozir hosilda uni solasiz. Mana bunga bemalol filtratingizni ajratsangiz bo'ladi. Filtr yordamida tushyapti-ku. Nima u? Nima soldi? Narx qo'yman, filtrdan yaxshiroq. Bunaqasi Ko'p soldi. Mana bo'lyapti. Rangi o'zgarish boshlayapti. Qana bering mana. Ana ko'rdingizmi? Xlorofil B, mana bu karotinoid. To'g'rimi? Endi yorug'lik nuri kelib tushayotgan paytda siz nima qilasiz? Buni filtr qildingiz. Buni biz endi boshqacha holatda qilamiz. Voy, endi mana yong'oq o'simligi. Qarang. Mana bu yerda mana biz ikkita o'simlikda tadqiqot qildik. Qarang. Ikkita o'simlikda, voy, qaraymiz. Ikkita o'simlikda qildik, to'g'rimi? Mana bunisi yong'oq o'simlik.
Bunisi dub. Ya'ni eman o'simlik. Yong'oq o'simligini ko'radigan bo'lsak, yong'oq o'simligida mana xlorofil A, B hamda karotinlar ajralyapti. To'g'rimi? Karotinoidlar. Bunda ham xuddi shu holatda, lekin farqini qarang. Karotinoidlar biz hozir nechiga bo'ldik? 2ga bo'ldik. Hop, emanda qaysinisi uchrayapti? Bunisi ksantafil. Ko'rdingizmi? O'shaning uchun ham agar siz bexil o'simligini ham qilsangiz, holatdagi jarayonni ko'rasiz. Lolani qiladigan bo'lsangiz, lolada mana bu holatni ko'rasiz. Chunki lolada zarg'aldoqroq emas, balki sariq rang uchraydi. O'shaning uchun ham bu jarayonni, demak, ana endi bizni bunda ajratib oldik, to'g'rimi? Pigmentda. Endi pigment ajratgandan keyin pigmentlarimizda bular asosiy vazifasi nima edi? Bular antenna vazifasini bajaradi. To'g'rimi? Antenna vazifasi